işte doldurmandım. Ötken yılı 24 noyabr günü Ürümçideki bir aylıklar binasida yüz bergen o't aptiga bir yıl boğan xatiri mezgilde bu echinishlik parça turlik şekillerde xatirlendi. Muaciratdagi Uyg'ur tashkilotlari bilan Uyg'ur jamoati xalqaro jamiyatdan eng zo'r tirishchanlik ko'rsatib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni, Uyg'urlar duch kelayotgan turli fojialarning oldini olishni talab qildi. 24 noyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonim boshchiligidagi bir guruh kishilar Londondagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, Xitoyning mazkur fojiaga javob berishini talab qilgan. Bu namayışqa Angliyadagi Uyg'urlarni qo'llash harakati deb atalgan o'quvchilar guruhi ishtirok qilgan. Ular Xitoy hukumatidan o't ofatida ziyonkashlikka uchirguvchilarga oid haqiqiy raqamlarni e'lon qilishni, shunaqla Xitoyning Uyg'ur rayonida yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini darhol oyoqlashtirishni talab qilgan. Az degende 44 kişinin hayatıga zamin bo'lgan bu fojialik o't ofatining 1 yillik xatiri kun degani Kanadadagi Yevis Franchus Blanchett, Alexey Brunel Dusempi ve Jonas Gardnet qatarlıq parlament a'zolari Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Isa bilan birlikda bu kunni xatirlagan. Kanada parlament a'zosi Garnet apandi Uyg'ur do'ppisini kiyib, oq qog'oz ko'targan bir parcha rasmi bilan X, ya'ni ilgirki Twitterga yo'llagan inkosida Xitoy hukumatining qattiq qo'lliq Covid yuqumi siyosati sabab bo'lgan va az deganda 40 dan oshiq kishining jiniga zamin bo'lgan bu fojiaga oid haqiqiy raqamning yili ham hukumat tarafidan oshkorlanmaganligini o'tirib qo'ygan. U yana shu qitimliq o't ofati fojiasidan keyin oq qog'oz namoyishi yuz berganligini tilga olgan. 19 yoshlik Uyg'ur o'quvchi Kamila Vaytning dal shu oq qog'oz namoyishining ko'rinishlarini ham bahrilaganligi uchunla turmaga tashlanganligini eskartgan. U yana bugun biz bu zulm sabab bo'lgan fojiada hayotidan ayrilgan begunoh kishilar uchun qayg'urmoqdamiz va ularni eslamoqdamiz. Biz Xi Jinpingning mustabid kommunist hokimiyatiga qarshi o'quvchilar bilan bir safda turamiz degan. Xitoy hukumati 2022 yili 24 noyabr kuni Urumchida chekidan oshgan Covid qamali yurgizayotgan mezgilda yuz bergan bu o't ofatida 10 kishining hayotidan ayrilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq radiomizning aniqlashida vaqada az deganda 44 kishining hayotidan ayrilganligi ma'lum bo'lgan edi. Egallanishicha Xitoy doiralari mazkur fojiaga oid tafsiliy uchurlarni jamiyatga emas, balki ziyonkashlikka uchirguvchilarning oila tavobatlariga bildirmagan.